Ana bo'lmasa, barakalla. Azamat uchun qorim, har bir ishga qodirmiz. Yashayorcha. Bale. Hay, shu bilan shoshilmasdan. Hayolni parishon qilmaymiz. Astalik bilan. Ya Alloh. Qari. Beka qari. Ey bo'lsin. Yashayor. Ho'p, rahmat. Mening pirim Alisher Xudodir. Xudomadim Muhammad Mustafodir. Alloh aytar, men uni she'rdirman. Pastda yurgan musulmon farzandining do'stidirman deydi. Azizlarim, 3-etajga yetib keldik. 3-etaji anchagina murakkab. Xalqim yomon ko'z toshini yoradi deydi. Albatta yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilamiz. Tayyormi uka? Ya Alloh, qari, ketdi. Yashayor bola. Yashay. Nunca. Ana bo'lasan. Hay, hushyor bo'ling. Shoshilmasdan uka. Hay. Bitta ovoz bilan qarshi bo'lsin mana shu joyda. Yashay bola. Ye barakalla. Hushyor uka. Shoshilmasa. Halikor. Hey, rahmat. Azizlarim, xizmatingizda Surxondaryo o'g'loni Shahiyursiga mehmon Nur Muhammadjon ukamiz saniga. Chiroyli qarshilar bilan o'xshaymiz. Azizlarim, endi mana shu yerda oddiygina bir partalarimiz bor. Bu partalarimiz anchagina og'ir ekan. Xalqim, shu parta bilan bitta Nur Muhammadjon ukamiz ko'z o'ngingizda oldi. Jahon piramida o'yinlarini namoyish etib beradi. Ya'ni partani tik holatga ko'taradi. Tepaga ko'targandan so'ng polvon qo'llari yordamida ko'tarmaydi. O'zi uchun aziz bo'lgan halol osh, non yeydigan gavhardek tishlari yordamida, jag'lari yordamida ko'tarib borsa, xalqim aytishga, ko'rinishga oson, bajarishga o'ta murakkab o'yinlarda namoyish etib bersa. Sizlardan chiroyli qarshi bo'lsin. Nur Muhammadjon ukamizga tomosha. Qari, shetda. Oilaga qarang. Asentlikka yaxshilab qarab turinglar. Teskari kerak edi. Partani bunaqa qilib Ye barakalla. Hushyor bo'ling. Ya Alloh deysan uka, qaytarmasdan. Bosma o'g'lona ketdi. Ye barakalla. Qol. Yashayor. Ey rahmat, menimcha qarshiga arziydi, bitta ovozi bilan qarshi bo'lsin. Bo'la hisob. Yashaga. Azamat uchun qori. Barakalla. Yashayor. Rahmat, azizlarim, Nur Muhammadjon ukamizni tomoshasi yo'qyaptimi? Davom etamizmi? Albatta davom etamiz. Xalqim, ko'ring, tomosha qiling. O'yinlarini yanada murakkablashtirib boring. Mana bu yerda sportivniy skameykalarimiz bor. Buni uzunligi salkam 2,5 metr, 3 metrga yaqin. Azizlarim, mana shu bilan bitta jahon piramida o'yinlarini namoyish etib beradi sizlar uchun. Bu kursilarni tik holatida ko'tarsin. Mana bu yerda ikkita o'tiradigan kursilar bor. Mana shularda tepasiga ildirsin. Azizlarim, anchagina og'ir yuk bo'lib qoldi. Buni ham ko'z o'ngingizda oldida, qo'llari yordamida emas, tishlari, chag'lari yordamida ko'tarib borsin. Xalqim, yukning 1 kilosi ham yuk, 1 tonnasi ham yuk deydi. Shoshilmaymiz uka, hayolda parishon qilmasdan. Alloh deb. Tayyormi? Xizmatingizda bo'lib bormoqda. O'zbek davlat sirk artisti Nur Muhammadjon ukamizni chiroyli qarshilar bilan olqishlab turamiz. Qarshi bormi? Ey rahmat, azaram, bu deyman Xorazm viloyatida, bu Urganch shahrida bu qarshi qimmatmi deyman ha? Xalqim, bozorga kirsiz, kartoshkani o'rniga qarshi bermaydi. Yo bir dorixonaga kirsiz, bosh og'riq dorining o'rniga qarshi bermaydi. Qarshi yuridan chiqarkan bilegiga o'tarkan. Bir ovozi bilan yura Xorazm, Urganchni qarshigidan bitta eshitaylikchi. Ana, Xorazm kuch deganiga endi ishoryapman. Ya Allah, chetucha.
Karsiga arziydi. Bo'ladi hisob uchun. Ye barakalla, yeshik. Rahmat, azizlarim, sizni xizmatingizda bo'lib bordi. Shahri yurtingizga mehmon Surxondaryo viloyatida, go'zal Sherobod shahrida. Xizmatingizda O'zbek davlat sirk artisti, Katushka o'yinlari bo'yicha 2 karra O'zbekiston chempioni, gruppamizda eng keng jamoat ishtirokchisi Nur Muhammadjon ukamizni shaniga chiroyli qarshilar bilan olqishlaymiz. Ovozlar yo'qyaptimi? Qanday xursand bo'lyapsizlarmi? Ovoz bilan qarsini eshitmadim-da. Qani ovoz bilan qarsini bo'lsa? Rahmat. Bizlar tomoshamiz yo'qqan bo'lsa, shuncha jamoat yig'ilib qo'yibmiz. Birovdan uyalmasdan. Mana bu qizil yuzimiz teskari qilmasdan ikki bor qo'limizni duogachilik ilohi amin deb. Ilohi amin. Amin. Ey bor Parvardigor. Habibimga ummat qilib yaratganingga behisob alhamdulillah. Shu yo'limizni sobit qadam qiling. Oshkora pinxona bo'lib qolgan gunohlarimiz bor, o'zing Parvardigor afv etgin. Yomonlarni yomon nazaridan, zolimni zulmidan, bemahal o'limdan, quruq tuhmatdan, zilzilalardan, zinolardan o'zing asragin Allohim yurtimizni. Hammamiz arsagin. Ey Nur Muhammadjon uka, meni mahallamga kelding, mehmon ekansan, o'zi kelgan mehmon otayi Xudo deydi. Men bir qadam bosmaymanmi? Men bir tomoshani ko'rdim, qadam bosmaymanmi? Kim uchun? Otam uchun, onam uchun degan inson bormi ichingizda? Man sen ko'rib qo'ygin. Men otam uchun, onam uchun ehson qilaman degani bormi ichingizda? Bir qadam bosing. 18 ming olami jahonni yaratgan Allohim hech qachon to qiyomatgacha abadul abad kam qilib qo'ymasin. Polvon, men qadam bosaman oldingga. Ketsa 5 ming, 10 ming, 20 ming boring. Akamiz 100 minglab, 200 minglab ehson qilyapti. Kim uchun? Ota-onasi uchun, Alloh uchun. Ular qo'rqandan emas, yo uyalgandan emas, yo manmanlikdan emas, yo kissasiga pul pachka-pachkaligidan emas. Bir ehson qilib, erta ajrni qiyomatda boshimda soyabon bo'lsin deb polvon haqiga ketirib ehson qilyapti. Ey Nur Muhammadjon uka, men qadam bosaman, mana bir duo qilib qo'y, otam bor, onam bor, Xudodan umidim bor, Allohdan umidim bor degan bo'lsa, muborak chilla xonamga bir qadam bosganda Xudovandim ikki dunyoda aziz qo'ysin. Amin. Xo'p, rahmat. Nur Muhammadjon uka o'rtada turing. Kelmaydi emas, albatta keladi. Bu yurtlarda, bu shaharlarda, martlarda makoni hojilar do'koni deydi. Qarang, hali o'zingizdan pul chiqmas, qo'llarda norasida go'riylar pul bilan yo'qlashyapti. Bularni ota-onalari saxiyda, farzandlarini ham saxiylikka o'rgatishyapti. Opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz hammalarga duo qiling. Ukachalarimizni duo qiling, kelajagida ilohim yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'taradigan jahonga ishda polvon bo'lib yetishsin. Akalarimizni duo qiling, kasbkorlarga Alloh taolo baraka bersin. Onajonlarimizni duo qiling, hoji ona bo'lsinlar. Ilohim farzandlarda nabiralarni baxti kamolni ko'rsin. Azizlarim, bundan so'ng mana shu yerda turgan 2,5 ming yillik tarixga bo'lgan darbozlik tomoshalarini ham ko'rib borasizlar. Xalqim, qiziqarli tomoshalarimiz hali oldinda. Hammalarni ham duo qiling, uka, duoni kanda qilmang. Barakalloh. Ye barakalla, duo qiling ukajonim, duoni kanda qilmang. Qani hozir rahmat azizlarim, sizni xizmatingizda bo'lib bordi. Shahri yurtingizga mehmon Surxondaryo viloyatidan ajoyib san'atlari bilan epchil chaqqon yigitimiz, O'zbek davlat sirk artisti Nur Muhammadjon ukamizni shaniga chiroyli qarshilar bilan kuzatib qo'yamiz azizlarim. Tayyormi? Xo'p, azizlarim, o'yinlarimiz navbatini mana bu qarshingizda turgan 2,5 ming yillik tarixga ega bo'lgan darbozlik o'yinlarga berib boramiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning suyukli kuyovlari Hazrat Ali pirimizning poy qadamlari tekkan darbozlik san'atiga berib boramiz. Unda sizning xizmatingizda bo'lib borsin. Shahri yurtingizga mehmon Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani go'zal Mang'it shahrida 24 yoshida uchar darboz yigitimiz Asadbek darboz kelgan. Darboz yigitimiz ham shariga beta chiroyli qarshilar bilan davramizga taklif etamiz. Yeshik. Vale. Hadi, rahmat azizlarim.
Dorboz yigitimiz davraga chiqdi. Bu dorga chiqishda ham o'z safari bo'ladi. Bu dor ham ziyorat hisoblanar ekan. Dorboz yigitimiz bir safarga otlanadi. Kelinglar xalqim, sog' chiqib, sog' salomat o'ynab tushish uchun. Dorboz yigit haqiga 1-2 bor qo'lingizni duoga oching, ilohi amin deb. Ilohi amin. Dorboz yigit dorga chiqib ketyapsizmi? Elimizda, yurtimizda, xalqimizni xursand qilib tushli Alloh nasibi ro'za aylasin. Ilohim bellaringizda bir qasd, qo'llaringizda langar cho'plar bilan Hazrat